Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Bizni kuzatib turganlar biladi, va'da berib turdik. Xudo xolasa men begim suyug'ini chiqarib qo'ydik. Xorazm, Jizzax, Vohal taraflarga suyug'ini dastlabki qilishimiz qiyin bo'lyapti. Xudo xolasa mana quruq simesini va'da qilib turdi. Va'dasiga binoan mana bugun 14-kunimi, 14-aprel kuni 2026-kuni nima qilib hozir qoplab oldik mana masalliq. Hash masalliqcha 6 qop bir tonnaga to'g'ri kelyapti, xudo xolasa. Altemirdan olib keldik, drabilkani hozircha kishna drabilka qilib turamiz. Keyin xudo xolasa tortishiga qarab katta drabilka qilamiz. Hozircha kishna qildim mana. Altemirdan telefon nomerlari ham ko'rinib turibdi. Mana sitkada chiqardik mana. Chang kuchli bo'lar ekan, endi iloji yo'q. Mavjudlarni ko'rsatib qo'yaymi? O'zimiz ishni ko'rsatganimiz yaxshi. Hozir mana qopini tikyapman, xudo xolasa. Jizzaxdan Alisher, Xorazmdan Zaparjon, yana tan kim bola bor edi, ismdan chiqib qoladi otlari. Voha tarafdan odam ko'p juda, xudo xolasa. Samarqanddan ham odam ko'p. Xudo xolasa endi transport trubkamiz oson bo'ladi. Hammaga manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Bizni kuzatib turganlar biladi o'zi. Mana shu videoni chiqaramiz, xudo xolasa. Shunga qarab ish qilaveradi mana mikserlarimiz. Tarozimiz ham bormaydi. Mana tikib qo'ygan mana qoplarni. Apparatda tikildi. Ya bu tikilmayapti, mana o'zi tikilgan. Tikilgan. Pokibga qilib chiqaramiz mana shunaqa. Alisherjon kelavering, og'ayni odosh. Xudo xolasa nimangiz tayyor, zakasingiz tayyor, xudo xolasa. Ha bugun 2 tonnasini tayyorlab qo'ydim, ertaga 1 tonnasini tayyorlasam, 1 tonna masalliqni tayyorlasam, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Bizni kuzatib turganlar biladi o'zi. Tarozlarni 11 katta qilib qo'ygan. Teplisasi bor yigitlar, uzum bog'i bor yigitlar. Teplisa qo'yardi ustini yopib. Foydasini bilgandan. Oltara yaxshi o'rganyapti, uzumga juda katta foyda beryapti. Xudo xolasa. Hammaga manfaatli bo'lsa, mana shu videoni chiqaramiz dedik. Mana og'aylar ko'rib qo'yadi. O'shanga qarab telefon qilaveradi, o'shanga qarab zakaz qiladi. O'shanga qarab zakasini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Altemirga drabilkalardan olinglar, yaxshi ekan, xudo xolasa. Mana bir soatda bizni masallig'imizni, begimimizni 150-200 kiloga yaqin chiqaryapti. Bir soatda 150-200 kilo. Temirbek bilan gaplashganman. Shu videoni ham qo'shib tashlaveradi o'ziga. O'zi zapis ham qo'yadi mana, xudo xolasa. Biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'ng'irot rahmatulladanmiz. Bu nomer bizniki emas, Altemirniki. O'zimizga ko'rsatib qo'ydik mana. Mana shu yerda ham begimizlarimiz bor. Mana. Katta partiya tashqarida ko'p u. Bizni kuzatib turganlar hammasi biladi. Yaxshi biladi ko'rishadi o'yinlar. Hammaga manfaatli bo'lsin, hamma tushunsin. Endi doridan voz kechsalaring o'zlariga yaxshi bo'ladi, tan jonlaring sog' bo'ladi. Salomat bo'ling o'g'aylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.